hamma solishtiradi. Nega Akfa'ning profillari qimmat degan savolni beraveradi. Chunki bizi hamma dunyodagi eng birinchi o'rinda turadigan kompaniyalar bilan ishlaymiz. O'rta Osiyoda bizdagi hajmda ishlab chiqaruvchi yo'q. Ya'ni Akfa Plast korxonasi bu yagona hisoblanadi. Bu laboratoriyaga $500,000 dan ortiq mablag' ketgan. O'rta Osiyodagi PVX profiliga moslashgan eng katta laboratoriyalardan biri. Bitta odam bilan butun mana shu mikser bo'limini boshqaramiz. Mana shu ekstruder 2007-yilda Toshkent shahar Yunusobodda qo'yilgan. Hozirgi kungacha bu ishlab kelmoqda. Qirg'iziston, Qozog'iston, Afg'oniston, Armeniya, Gruziya muntazam ravishda shu davlatlarga eksport qilib kelamiz. Bu yil o'zida yangi seriya ishlab chiqarmoqchimiz. 76 seriya, 62 va 72 seriyalar. Bu to'liq yangi ko'rinishdagi profil bo'ladi. Biz ayni damda PVX profillarini ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistonda va nafaqat O'zbekistonda, balki butun Markaziy Osiyoda yirik hisoblangan Akfa Plast korxonasiga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum Javlon aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi, rahmat. Mana bugun Navoiyga tashrif buyurdik. Akfa Plast korxonasini faoliyatini yaqindan o'rganish va kuzatuvchilarimizga ko'rsatish uchun. Xush kelibsizlar, xursandmiz. Rahmat. Javlon aka, Akfa Plast korxonasi haqida batafsil ma'lumot bersangiz, qachon tashkil topgan, hozirgi kunga qadar qanday o'zgarishlar amalga oshirildi, mana shular haqida gapirib o'tsangiz. Akfa Plast korxonasi ilk bor Toshkent shahrida Yunusobodda ochilgan. Bu yerda ikkita liniyadan ish boshlangan, ya'ni Krasmanfiy liniyasidan va hajmi 1 oylik hajmi 200 tonna bo'lgan. Va PVX profillariga talab oshgan sayin 2008-yilda yana Jomiyda ham zavod ochilgan, ya'ni Yunusobod zavodini Jomiyga ko'chirilgan. Erta joy kattaroq edi va erta liniyamizni 8 tagacha chiqqan. Bu o'rtalama 800 tonna oyiga mahsulot bera oladi. Va u yerda ham ko'p davom etmadi, chunki PVX ga bo'lgan talab ortib boraverdi. Undan keyin Yunusobodga Zenit zavodida oldidan bir depo bo'lardi. O'sha deponi Akfa kompaniyasi oldi va erta o'zini yangi zavodini qurishni boshladi. 2010-yilda u yerda korxona ochildi va u korxona faoliyati 2019-yilgacha davom ettirdi va erta 33 tagacha olib chiqildi liniya. Ya'ni bu oylik 3,5 ming tonnagacha bo'lgan quvvatda tashkil etildi. Orada laminatsiya profil qoplama, ya'ni dekor laminatsiya deymiz, ustiga qoplamali. Unga ham talab oshishni boshladi. U ham boshida 2007-yilda bitta bo'lgan bo'lsa, talab oshgan sayin 8 tagacha Zenit zavodida chiqdi u. Va 2018-yilning oxiriga kelib kompaniyamiz rahbariyatidan shunaqa topshiriq bo'ldiki, korxonani yanada kengaytirish. Ya'ni bu nimadan bo'ldiki, ham eksportimizni, ham ichki bozorimizni PVX profiliga talab juda ham oshish boshladi. Navoiy viloyati Karmana tumanida erkin iqtisodiy zonasida yangi zavod qurilish proyektini boshladik. 2019-yil iyun oyida Navoiy viloyatida shu korxonamiz tashkil topdi. Ya'ni 1 yil davomida qurdik bu korxonani. Hozirgi kunga kelib korxonamiz 50 ta liniyagacha ekstruderimiz bor. Javlon aka, 50 ta liniya mavjud dedingiz bizning korxonada Akfa Plastda. O'zbekistonda yana boshqa ishlab chiqaruvchi korxonalarda ham mana shu sonni ko'rish mumkinmi yoki ularda kamroqmi? Hozirgi kunda O'zbekistonda 30 dan ortiq PVX profil ishlab chiqaruvchi korxonalar mavjud. Agar ular bilan bizni yillik hajmimizni ham tenglashtiradigan bo'lsak, bu O'rta Osiyoda ham bizdagi hajmda ishlab chiqaruvchi yo'q. Ya'ni 50 ta liniyasi, ekstruziya liniyasi mavjud bo'lgan korxona O'rta Osiyoda hali mavjud emas. Ya'ni Akfa Plast korxonasi bu yagona hisoblanadi. Ya'ni yagona hisoblanadiki nima tarafdan? Faqatgina ishlab chiqarish hajmi bilan emas,
balki bizni ishlab chiqarish jarayonlarimiz bilan ham ajralib turamiz. Nega degan savolingizga bunga tushuntirish berib o'tib ketaman. PVX ishlab chiqarish korxonasida eng muhim omil bo'lgani bu sifat. Ya'ni sifatni qanaqa ta'minlashimiz mumkin? Bizda qorishma tayyorlashda to'liq avtomatlashtirilgan. Ya'ni inson omili kam ta'sir qila oladi. Chunki bu yerda juda aniqlik kerak. Ya'ni har bir tayyorlanayotgan qorishmada aniqlik zarur. Erta kilogrammlab, grammlab tortiladigan narsalar bor. Buni biz eng yetuk dunyoda ishlab chiqaruvchilardan Italiya davlatidan keltirilgan plazmik mikserlarimiz mavjud. Ya'ni bu to'liq avtomat rejimda qorishma tayyorlanadi. Sifat haqida gapirib o'tdingiz. Mana shu sifatni nazorat qilish uchun qanday ishlar amalga oshiriladi? Sifatni nazorat qilish uchun bizda laboratoriya tashkil etilgan. Ya'ni bu laboratoriyaga $500,000 dan ortiq mablag' ketgan. Ya'ni bu O'rta Osiyoda deb aytaman, ya'ni O'zbekistonda emas, O'rta Osiyodagi eng PVX profiliga moslashgan eng katta laboratoriyalardan biri. Bu yerda PVX ga oid barcha uskunalar mavjud, ya'ni sifatini nazorat qiladigan, ya'ni qorishmadan tortib to tayyor mahsulot bo'lib chiqqunga qadar hamma tekshiruvlardan o'tkazadigan dastgohlarimiz mavjud. Profilni bilsangiz agar, oq profillarning o'zining rangi bor. Bu har bir soatda chiqayotgan rangini bir xil bo'lishini ta'minlash uchun bizda spektrofotometr degan dastgohimiz bor. Bundan har bitta laborant uni rangini o'lchab turadi. Katta miqdorda, ya'ni mahsulotlar ishlab chiqarilishini, hajm kattaligini aytib o'tdingiz. Shu o'rinda savol tug'iladi. Bu faqatgina ichki bozorda sotiladimi yoki eksport ham qilasizlarmi? Albatta, PVX profillarni eksport ham qilamiz va bu bizni umumiy hajmimizdan olib qarasak, 30-35% biz xorijiy davlatlarga eksport qilamiz. Qirg'iziston, Qozog'iston, Afg'oniston, Armeniya, Gruziya muntazam ravishda shu davlatlarga eksport qilib kelamiz. Javlon aka, kelgusidagi rejalar qanday? Ya'ni yangi mahsulot ishlab chiqarishmi yoki qanaqadir dastgohlar olib kelishmi? Mana shular haqida ham gapirib o'tsangiz. Albatta, rejalarimiz ko'p va bu yil o'zida yangi seriya ishlab chiqarmoqchimiz va hozirda test jarayonlari ketyapti. Bu 76 seriya, 62 va 72 seriyalar. Bu 76 seriya bu ichki bozorga asosan ishlab chiqarilyapti. 62 bilan 72 seriyamiz bu bizning o'sha boya so'zlab o'tganimdek eksport uchun mo'ljallangan qoliplar. Bu to'liq yangi ko'rinishdagi profil bo'ladi. Keling bo'lmasa, men PVX profillari qanday ishlab chiqarishini sizga ko'rsataman. Bu ofis menimcha. Bu asosiy korxonamizning ofisi hisoblanadi. Bu yerda mana resepsiyonimiz o'tiradi. Bu yerda keyin kadrlar bo'limi, buxgalteriya, uchet bo'limlari, ta'minot bo'limi. Javlon aka, e'tiborimni mana shu mukofotlar tortdi. Keling, shularga ham to'xtalib o'tsak. Eng qiziq joyi shu-ku. Bu yerda asosan biz o'sha xoldingimizda tashkil etilgan sport bo'yicha musobaqalarimizdan kuboklarimiz mavjud. Voleybol, futbol bo'yicha. Mana bunisi voleybol bo'yicha, futbol bo'yicha, shaxmat bo'yicha, bu yerda ichki korxonada tashkil etilgan anaqa musobaqalardan ham bor. Va xodimlarni mana shu tarzda tabriklaysizlarmi? Tug'ilgan kunlari bilan. Barcha ofisdagi xodimlarimizning qaysi oyda tug'ilgan kuni bo'lsa, doska qilishdi, kreativniy doska. Endi sizga batafsil ofis xodimlarini tanishtirib o'tib ketaman. Javlon aka, o'zi Akvaplast korxonasida, ishlab chiqarish korxonasida qancha xodim faoliyat yuritadi? Hozirgi kunda 800 dan ortiq. Bu yerda mana xodimlar bo'limi, buxgalteriya bo'limi, bu yerda ham ichki ta'minot bo'limi, ham tashqi ta'minot. Bizda bilasiz-ku, importdan ham ko'p narsa olamiz. Xom ashyolarimiz ana ko'pi importdan olinadi. Javlon aka, bu yerda xodimlar uchun qanday sharoitlar yaratilgan? Xodimlar uchun sharoitlarimiz kelib ketishiga transportlar qo'yilgan, ya'ni ertalab va kechqurun olib borib olib kelib qo'yadi. Bu ofis xodimlariga ham amal qiladimi? Ofis xodimlariga ham, korxonadagi zavodda ishchi xodimlarga ham hammaga shunaqa sharoit yaratilgan. Keyin bu yerda tushlik korxona hisobidan bu xonada o'rinbosar, birinchi o'rinbosar bu Asadov Baxtiyor, bu yerda Rajabov Otabek o'tiradi, moliya bo'limi boshlig'i. Bu yerda Dilnoza, HR bo'limi boshlig'i. Kadrlar bilan ishlash bo'limi rahbari.
To'g'ri. Aha. Bu asosiy kirish qismimiz, ya'ni zavodga kirish qismi. Xodimlarning barchasi shu yerdan kiradi. Ya'ni bu yerda охрана xodimi o'tiradi, hamma ishchilar Face ID dan o'tadi va ishga kirib ketaveradi. Bu yerda начальный охранamiz, ya'ni kirish joyida o'tirib nazoratga oladi. Endi zavodga chiqamiz. Bu yoqda bog' tashkil qilganmiz. Bu yerda qarang, nok, olma, tut daraxtlari bor. Buni nima qilamiz biz? Asosan mana shu yerdagi xodimlar uchun. Ana hozir obed payti bo'ladimi? O'sha mevalar pishib kompotlar qilib beramiz mana shu mevalardan. Bu asosiy ishlab chiqarishimiz sexga kirib kelish eshigi hisoblanadi. Bu qisqacha ishlab chiqarish jarayoni bo'yicha stendimiz mavjud bu yerda. Mana bu ishlab chiqarish seximiz. Ya'ni bu turgan binoyimiz 22344 metr kvadratga joylashgan. Qorishma xom moddalarimiz, ya'ni biz qayerdan chet davlatlardan olsak, bu yoqqa tushiriladi skladga. Undan keyin mikser bo'limiga o'tadi, ya'ni qorishtirish bo'limiga o'tadi. Mana bu aytgan mikser, italyanskiy plastik mikserimiz. Bu yerda mana avtomatik tarzda qorishmalarni tortishni boshlaydi va eng muhim jihatdan biri yana nimaga akfada sifat yaxshiligini yana bir isboti, bizda katta bunkerlarimiz mavjud. Ya'ni qorishma tayyorlagandan keyin u ma'lum bir vaqtda u tinish kerak. Shunda profil yana ham sifatli, ya'ni porloqligi yuqori bo'lib chiqadi. Eng asosiy siri shunda ekanda. Shu. Va undan keyin avtomatik tarzda har bitta liniyaga kerakli rangdagi qorishmalar 50 ta ekstrudorga upravleniya orqali tarqatiladi. Ya'ni operator boshqaruvi orqali. Ya'ni qaysi rangda oq, jigarrang chiqish kerak bo'lsa, o'sha knopkani bossa, o'sha joyga o'sha qorishma ketadi. Buni biz hamkorlikda ishlaydigan xorijiy davlatlar, ya'ni ekstruziyani olamiz, ekstrudorlarimizni. Batterfissinat, avstriyskiy, Krasmafay, Germaniya, Dersan, Unimark, Turkiyaniki. Keyin qoliplarimiz bor. Gruber, avstriyskiy, Greiner, avstriyskiy, italyanskiy qorishma tayyorlovchi daftoqlarimiz bor. Mana asosiysi mana laminatlarimizning eng asosiy ranglari. Biz bilasiz, laminat profillari ham ishlab chiqaramiz, ya'ni laminatlangan. Bu nimani effektini beradi? Daraxt strukturasini beradi. Laminatlarimiz Germaniyadan olib keltiriladi. Javlon aka, bu yerda qandaydir sertifikatlar ko'ryapman. Bular qanday sertifikatlar? Mana bu FTI Rosenheim, bu Germaniyada test qildirganmiz, ya'ni profillarimizni issiq sovuqqa bardoshligi, yomg'ir, shamoldan tayyor konstruksiya yig'imidagi romni test qilib olib keltirganmiz. Ya'ni bizning romlar nafaqat O'zbekistonga, ya'ni Yevropa bozorida ham standartiga javob bera oladi. Bunday sertifikatlar boshqa korxonalarda ham bormi? Ya'ni O'zbekiston hududida yo'q. O'zbekistonda yagona bizda. Faqat bizda. Bu yerda seriyalarimiz mana 5200, ya'ni 52 seriyadan to 8000 seriyagacha hamma profillarimizni namunasini qo'yib qo'yganmiz stend qilib. Bu yerda bo'lsa asosan ishlab chiqarishga oid xodimlar o'tiradi. Mana ishlab chiqarish bo'yicha direktor o'rinbosari, bu yerda planovik, ya'ni qaysi zakazlarning datalari bor, qaysi ekstruziyadan qaysi profil chiqishlarini planovik rejalantiradi. Главный injener xonasi, sifat nazorat xonasi, hammasi ishlab chiqarishga oid insonlarning xonasi. Bu yerda endi qisqacha doskamiz bor. Ya'ni oyning eng faol ishchilari, bugungi kunda Akvaplast o'zida qilinayotgan yangiliklar bo'yicha. Javlon aka, mana shu katta uzun bunker qanday vazifani bajaradi? Qarang, ko'rgan bo'lsangiz, ikkita tarafda bor. A va B sektor deymiz, mikser xonamiz ikkiga bo'lingan. Bu bunkerlarda asosiy bizani ishlab chiqarishdagi eng katta hajmdagisi bu PVH profil hisoblanadi. Va bu yerda bizda siryo, PVH siryoyimiz turadi. Har bittasida 125 tonnadan PVH mahsuloti bor. Biz qayerga yo'l olyapmiz? Mikser bo'limiga kelyapmiz. Maryam, mana boya suhbatimiz boshida aytib o'tdim-ku, ya'ni qorishma tayyorlash juda muhim deb. Mana bu bizani akvaplastning yuragi hisoblanadi. Qanchalik biz qorishmani yuqori darajada tayyorlab bilsak, sifatimiz shu darajada yuqori bo'ladi.
Mana bizda hammasi avtomatlashgan. Bitta odam bilan butun mana shu mikser bo'limini boshqaramiz. Ya'ni qanaqa qorishma kerak, qaysi turdagi, qaysi rangdagi hammasini bitta mana shu ekran orqali boshqariladi. Mana hozir ko'rgan bo'lsangiz, yashil, qizil knopkalarni bosyapti-ku, mana o'sha yashil bo'lib turganlariga o'sha turdagi qorishma ketyapti. Ya'ni oq, jigarrang, seriy ranglarimiz bor bizani. Har bitta liniyaga mana shu pult upravleniyadan boshqariladi. Ana endi ikkinchi bosqichga o'tamiz, ya'ni ekstruziya bo'limiga o'tamiz. Kel. Maryam, mana bu ekstruder liniyasi. Krasmafe liniyasi. Bu Germaniyada ishlab chiqarilgan liniya bo'ladi. Mana endi sizga profil qorishma tayinlanib bo'lgandan keyin qanday chiqarilishini tushuntirib beraman. Ya'ni boya tushuntirganimdek, ko'rdingiz, pult upravleniyada bitta odam o'tirib turib boshqaryapti. Mana bu yuqoridagi ko'rgan turbalarimiz bor-ku, bundan qorishmalar tushadi. Ya'ni hozir bu yerda jigarrang profil chiqyapti, ya'ni laminat uchun chiqyapti. Bunkerga tushib, mana bu ekstruzordan o'tadi. Bu yerda rejimlarni qo'yiladi, o'sha profilni ishlab chiqarish uchun. Mana bu qolipdan tayyor mahsulot chiqishni boshlaydi va undan keyingi prosesda bu muzlatiladi. Chunki bu yerdan chiqayotganda bu 220-210 daraja suvda chiqadi. Sal elastichniroq bo'lib chiqadi va suv yordamida bu muzlatiladi. Ha, qotiriladi. Ya'ni formaga kelib olish kerak bo'ladi. Undan keyin bu 6 metr vannada muzlab chiqadi. Javlon aka, mana bu yerda suv qotiryapti va bu jarayon shu yerda yakunlanyapti. Bu yerda profil chiqyapti. Lekin nima uchun pastidan ham suv o'tyapti buni? Bu suv nima uchun? Bu suv tushgandan keyin yana drenajdan qayta suv chillerda muzlatilib, yana qayta filtrlardan o'tib, suv sirkulyatsiya bo'lib turishi zarur. Bu ham bir muhim omillardan biri. Ya'ni suvni ham o'zini temperaturasi bor. U temperaturadan yuqoriga chiqib ketishi mumkin emas. Ya'ni 13 dan 15 gradus atrofida suv bo'lib turishi kerak. Bu ham profilni sifatiga bog'liq narsa. Ya'ni profil qanchalik tez muzlab chiqsa, shunchalik bu sifatli mahsulot hisoblanadi. Ya'ni bu suv qayta ishlanib, yana ishlatiladi shu yerda. Ya'ni filtrlardan o'tib, toza holda yana kelib qayta ishlanaveradi. Ya'ni isrof qilinmaydi. Yo'q. Juda ham zo'r. Mana bu yerda sovuq bo'lib chiqayotgan payti. O'sha bu yerda mana profilni bemalol qo'lingiz bilan ushlasangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha sovigan holatda bo'ladi. Ko'rdingizmi? Bu o'sha tayyor profil. Lekin bundan keyin yana bitta bosqichi bor. Mana bu yerda bizani titr uramiz. Bu mahsulot qaysi ekstrudordan chiqdi, qaysi vaqtda, qaysi kunda, qaysi operator ishlab chiqarilganining ma'lumoti yozilib turadi. Bu nega muhim? Agarda qayerdadir ma'lumot kerak bo'lsa, bu profil haqida biz mana shu titrdan ma'lumotini ola olamiz. Zo'r. Bu yerda qanday jarayon amalga oshirilyapti? Bu mahsulotni tortuvchi dastgoh hisoblanadi. Chiqayotgan mahsulotni tortib, jigarrang emas, oq mahsulot chiqayotgan bo'lsa, bu yerda nakleyka qo'yishimiz mumkin, ya'ni Akfa brendini, Engelberg brendini bu yerda yopishtirishimiz mumkin va bu yerda kerakli razmerlarda profilni razmerini qo'yamiz. 6 metrmi, 6,5 metrmi? 6 metr dedingiz, nima uchun aynan 6 metr 5 emas, 4 emas? Endi buni ikkita uchta sabablari bor. Birinchi eng oddiy sababini aytaman. Furalar bizada 12 metr, 13 metr bo'ladi. Ikki qator taxlaganda razmeriga mos kelish uchun va rom yasayotganda ham shu o'lchamdagisi eng optimal bo'ladi. 6,5 dagi отход kam chiqadi. Bu yerda tayyor bo'lgan mahsulot har 6 metrda bu savatchaga to'planadi. Mana bu yerda hozir yarim tayyor mahsulotimiz chiqyapti. Bu yerda aravadan laminatsiya bo'limiga o'tadi. Lekin undan oldin har bitta upakovka qilinayotganmi yoki yarim tayyor mahsulotga o'tgan mahsulotmi, undan oldin sifat nazorati bo'limidan o'tadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerdagi ishchilarda qaysidir sariq yoqa, qaysidir rangi boshqacha kiyimida. Mana bu sariq yoqaligi hammasi mana shu tegishli sifat nazorati bo'limi xodimi hisoblanadi. Bu har bitta chiqayotgan profilni bizani qo'yilgan talabga muvofiqmi, yo'qmi, stenkalarining qalinliklari,
razmerlari to'liq chiqyaptimi, shuni hammasini tekshiradi. Undan keyin bu yoqqa o'tadi. Agar ichida ham brak chiqadigan bo'lsa, bu savatdan olib tashlanadi. Men sizga boshida aytib o'tganimdek, Akfa Plast korxonasi ikkita liniya bilan boshlagan, ya'ni Krasnofay liniyalari bilan. Men sizga o'sha liniyani ko'rsatsam hozir. Eng birinchidagi liniya. Mana shu ekstruder 2007-yilda Toshkent shahar Yunusobodda qo'yilgan. Hozirgi kungacha bu ishlab kelmoqda. Ko'rgan bo'lsangiz, korxonamiz baland qurilgan. Bu yerdagi tayyor mahsulotimiz bor-ku, shuni joyiga ixchamlashtirish maqsadida biz stelajli qurganmiz baland. Agar mana stelaj bo'lmaganda, bu yerga hozir 1000 tonna tayyor mahsulot sig'magan bo'lardi. Ko'rgan bo'lsangiz, har bitta ekranda MES programmamiz ulangan. Ya'ni har bir liniyadan qancha mahsulot chiqyapti, qancha effektivnostda ishlayapti, 80%, 86% da ishlayapti. Bular hammasi ma'lumotlar ekranda ko'rinib turadi. Bu yerdan turib nazorat qilib tursangiz bo'ladi, to'g'rimi? Da. Har bitta operatorning nomi ham yozilgan. Mana Shahboz 14-liniyada o'sha odam ishlab chiqaryapti mahsulotini degan ma'lumotlar. Hammasi shu yerda ma'lum. Mana profillarimizda ko'rgan bo'lsangiz, QR kodlar mavjud. Mana shu QR kodlar orqali qo'lidagi TSD apparatida bemalol qayerda qaysi mahsulot turganini aniqlay oladi yoki qaysi karaj kelib qayerga mahsulotni qo'yishi oldindan bila oladi. TSDsini ishlatib. Oldin bitta odamga bog'liq bo'lgan, ya'ni skladchi ishga kelmay qolsa, tayyor mahsulotimiz qayerda turganini undan boshqa hech kim bilmasdi. Hozir u shart emas, ya'ni bitta odamga bog'liq joyi yo'q, qo'lidagi apparati bilan kelib qaysi mahsulot qayerdaligini olishligini hamma ma'lumoti onlayn tarzda ko'rinib turadi. Mana bizda kombi liftlarimiz bor. O'sha kerakli joyda boyaga aytganimdek TSDsi bilan urib turib, qayerdan tayyor mahsulotni olish kerak va qaysi darvozaga olib borish kerakligini ma'lum qilib, o'sha yerdan oladi. Ya'ni o'sha siz aytgan maxsus uskuna orqali tekshirgan holatda, to'g'ri? Shunaqa. Albatta. Yana men sizga bitta ekstruder ko'rsatmoqchiman. Mana ko'rgan bo'lsangiz, bu yerda bitta liniyadan ikkitadan mahsulot chiqyapti. Bu ham ya'ni Akfa Plast korxonasini ajralib turuvchi bitta omili. Boshqa ishlab chiqaruvchilardan nima farqimiz bor desangiz, bitta liniyadan ikkitadan chiqadigan profillarimiz mavjud. Bu nima beradi? Bizga elektr energiyani tejash, mahsulotni umumiy hajmini oshirish maqsadida. Mana ekstruder bitta, lekin ko'rsangiz, ikkita profil chiqyapti bu yerda. Bitta operator boshqaradi buni ham. Maryam, boya faqat sizga yarim tayyor mahsulotni ko'rsatdim. Mana bunisi esa Akfa Plast profillarini tayyor ko'rinishi. Ya'ni tayyor bo'lgandan keyin men aytdim sizga nakleyka qo'yiladi ustiga qoplama va buni sifat nazorati tekshirilgandan keyingina bu qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni agar bu hozir bitta nomunosib profil chiqayotgan bo'lsa, nakleyka olib tashlangan bo'ladi. Hozir bu nakleykada chiqayotgani barchasi tayyor mahsulot hisoblanadi. Buni savatga taxlab 6tadan pakovshida buni pakovka qiladi. Boya sifat to'g'risida gapirdik. Profilli porloqligi, oqlik darajalarini menimcha ko'z bilan ham ko'rsa bo'lsa bo'ladi. Yuring, endi men sizni laboratoriya bilan tanishtiraman. Wow! Bu bizning laboratoriyamiz. PVX ni kirgan xom ashyodan tortib to tayyor bo'lgunga qadar tekshiriladigan barcha uskunalarimiz mavjud. Chunki bu Akfa kompaniyamizning rahbariyatidan topshiriq bizani ishlab chiqaradigan mahsulotimizning sifati eng birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun eng ilg'or texnologiyalik laboratoriyani bu yerda tashkil etishga qaror qilganmiz. Bu yerda qanday jarayonlar amalga oshirishini ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Bilsangiz agar PVX profillarni bir-biriga payvandlash yordamida bir-biriga qotiriladi. Siz bilan hozir burchak profilini paykasini qancha kuchda bosilganda sinishini tekshirib ko'ramiz. Hozir qo'ygan mahsulotimiz koza mahsuloti. Uni standartimiz talabi bo'yicha 2000 newton bo'lish kerak. 2450 bo'ldi.
ya'ni bu standart talibiga to'liq javob bera oladi. Ya'ni bu nimaga kerak, bunaqa sindirish, romni desangiz, baribir uyda rom ochib yopiladi, bexosdan kimdir urilib ketishi bor, boshqa bor. Ya'ni olib borayotganda ustanovka paytida tushib ketishi bor. O'sha paytlarda sinib ketmasligini oldini oladi. Mana hozirgi qilgan profilimiz. Lekin shu holatda ham qarang, ikkiga bo'linib ketmadi. Yo'q. Qoyil. Bu Sharpie testimiz. Bunda ham profilimizning mustahkamligi, ya'ni plastikatsiyasining mustahkamligini tekshiriladi. Xo'p. Bu blenderimizning issiqlik darajasi. Bunga biz 100-150 gradusga qo'yib olamiz. Ya'ni necha gradus issiqlikka dosh bera olishi? Da, necha gradusda profilimiz deformatsiyalashadi. Ya'ni bizning o'lkamiz issiq-ku, shuning uchun 100-150 gradusga qo'yamiz, deformatsiyasini tekshiradi. U ham deformatsiyasi ham ma'lum bir miqdorda bo'lishi kerak, bunaqa katta gradusda. O'shanisini qarab turishadi bu yerda tekshirib. Bu jihozimizda biz profilimizning minus haroratda sinishini tekshiramiz. Ya'ni bu qishki fasllarda o'sha hozirga qilgan paykamiz bor, stanovlarni samarangizda urishadi bilsangiz, ichiga metal tiqib. O'sha paytda sinmasligini oldini olish maqsadida bu testlarni o'tkazib turamiz. Endi bu har soatda tekshirib turiladi. Agar bu yoqda singan bo'lsa, ani qolgan partiyalar hammasi brakka chiqariladi. O'shaning uchun har soat profilni tekshirib turishimiz zarur. Ya'ni mavsumga qanday moslashishi va bardosh berishi tekshirilar ekanda, issiq va sovuq kunlar hammasi tekshiriladi. Bog' bo'lsa ichida tekshirib qo'yaylik. Maryam, bu testimizda o'zi hozir endi 10 ta ololmaymiz, chunki vaqt ko'p ketib qoladi. O'zi bu yerda 10 ta profilni olish kerak. Shu 10 ta profildan bittasi sinsa agarda, bu normal hisoblanadi. Agar 2 ta 3 ta sinsa, bu normal hisoblanmaydi. sinmadi. Bu sinmadi mana. Bu yaxshi test, ya'ni bu. Ya'ni bu retsepturasida hech qanaqa o'zgarish yo'q degani. Hammasi joyida ishlab chiqarishda hech qanaqa muammosiz ishlab chiqarilgan profil hisoblanadi. Judayam zo'r. Bu ham shunaqa apparat, chunki bizda ko'rdingiz, juda ham ishlab chiqarish hajmimiz ko'p. Bu testni bajarish uchun ikkita oborudniyamiz ishlab turish kerak bo'ladi. Uzluksiz bu test davom etaveradi. Bu uskuna haqida nima deya olasiz? Bu uskunamizda QLab deyiladi bu. Bu nima beradi bizga? Bu yerda mavsumiy 4 ta iqlimni sharoitini yaratib beradi sun'iy ravishda. Ichida maxsus bizning har xil profillarimizda namunalarimiz bor. Unga bizda bu yerda svet beriladi, suv beriladi, sharoitida suv purkalarida, xuddi bizdagi yomg'ir sharoitini bergandek hisoblanadi. 1000 soat turiladi bu ichida va uni natijalariga ko'ra sifatiga baho beriladi. Hozir ichida bormi namunalar? Ko'rsak bo'ladi. Bu iqlimiy kameramiz hisoblanadi. Sovuq muhit, issiq, ya'ni ultrafioletda tekshiramiz. Keyin GOST talabi bo'yicha kislotli rastvorimiz, ishqoriy rastvorlarimiz bor. O'sha rastvorlar bo'yicha tayyorlab, bu iqlimiy kamerada ishlab chiqariladigan profillarimizni tekshirib qabul qilib olamiz. Aytganlaridek 1000 soat davomida qo'yiladi. Hozir ham qo'yilgan profillarimiz adaptatsiya. Mana. Bu yerda qarang, ikkita nomer bor. 27 degani bu bizning ishlab chiqarilgan profillar. Mana bu 28 degani bu boshqa ishlab chiqaruvchilar profillari bilan mana shu yerda har xil namunalar turibdi. Bitta biz ishlab chiqarganimiz, bitta raqobatchilarniki yoki boshqa ishlab chiqargan profillarini tekshiramiz. Nima uchun bunday qilinadi? Bu yerda qarang, 600 soat turgandagi natija. Ya'ni mana bu pastdagi profilni ko'rgan bo'lsangiz, sarg'aygan uje. Tepadagi hali unaqa sarg'ayish alomatlari yo'q. Oppoqqina turibdi. Bu yerda biz tekshirib boramiz, ya'ni bizning profil bilan boshqa ishlab chiqaruvchilarning profilini qanchalik bizning iqlimlarga yoki sharoitlarga bular bardosh bera oladi. Maryam, hozir bizda bu tushlik vaqti. Oshxonamizda bizning hozir barcha xodimlarimizga tushlik berilyapti. Ishxona tomonidan. Ishxona tomonidan tushligimizni birinchisiga akroshka bugun, ikkinchisiga plov. Va soat 4larda poldnikimiz bor. Hozir yoz fasli bo'lgani uchun poldnikka biz hozir muzqaymoq beryapmiz. Qish fasliga o'tganda buni biz bulutchilarga almashtiramiz, ya'ni yengil tamata qilib olish uchun. Ishchilar kelib bu yerdan panisini olib, mana bu yerda tayyor uje plov surib qo'yilgan. Второе, первisi, salat. Bu yerda choy yoki kompot beriladi.
Bugun tushlik yaxshi. Mana bu yerda bir o'tirganda 170-180 ta odam o'tirib ovqatlana oladi. Ish jarayoni bu yerda to'xtamasligini evaziga 2-3 ga bo'linib almashib smenma-smen obedlarni olishadi. Juda ham zo'r. Maryam, mana bu laminat PVF profil ishlab chiqaradigan оборудованиemiz. Bu yerda faqat boyiga ko'rsatgan yarim tayyor mahsulotlarimiz bor. Unga laminat qoplamalarini yopishtirib beramiz bu yerda. Ya'ni klient talabiga muvofiq antratsit, zolotoy dub, dubmovka yoki sheffel qaysi xilini xohlagan bo'lsa, o'shanga qarab bu yerda zakazlarni chiqarib beraveramiz. Ko'rgan bo'lsangiz, Turetskiy Unimark firmasiniki. Bu juda ham brendiviy оборудование hisoblanadi. Bu yoqqa laminatlarimiz qo'yilib, mana maxsus kley orqali laminat profillari yopishtiriladi, PVF profillari. Jarayon bu yerda sal boshqacha. Bu yerda suv yo'q. Faqat roliklar yordamida buni kleygini mustahkam profilga siqib yopishtiradi. Bu yerda nakleykasi uriladi, ya'ni Engelberg bo'lsa Engelberg, imzo bo'lsa imzo yoki Akfa bo'lsa Akfa brendlari mana shu yerdan uriladi. И bitta muhim jihati. Qarang, u yoqda 50 ta оборудование, bu yerda 13 ta оборудование. Lekin u yoqdagi chiqayotgan profili tezligi bilan buni tezligini farqini ko'rdingiz, kattaligini. Bu juda tez. Ya'ni minutiga 20 metr, 25 metr tezlikda chiqara oladi bu. Juda ham zo'r. Bizani ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni 60-65% hozirda laminatlangan profil tashkil qiladi. Hozirgi eng trend rang mana shu antratsit hisoblanyapti. Laminatsiyada bir 60% mana shu rangda chiqadi. Bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, uje boshqa rang. Ko'rdingizmi? 30 dan ortiq laminat qoplamamiz bor. Yana bir оборудованиemizni ko'rsatamiz. Bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, juda tezlikda chiqadi mahsulot. Buni biz upakovka ham qilishimiz kerak, qadoqlashimiz kerak. Mana bu chiqayotgan ob'yemimizni tezroq bajarish maqsadida Turkiyadan Edda firmasidan оборудование olganmiz. Bu dastgoh nima vazifani bajaradi? Bu dastgoh bizda chiqayotgan laminatsiya qoplamali profillarimizni qadoqlab beradi. Avtomatik ravishda qadoqlab beradi. Mana ko'rgan bo'lsangiz, bu yoqqa keling, men ko'rsataman. Mana boshida strichlab oladi. Chunki bizda aytdim-ku boya, 6 tadan qadoqlar. Mana hozir imzo fabrikamiz uchun mahsulotlarimiz chiqyapti. Mana 6 ta qildi, strichlab oladi bu buzilib ketmasligi uchun va undan keyingi konveyerga o'tadi mana. Avtomatik ravishda ko'ryapsizmi? Yuring, bu yoqda ko'rsataman. Bu yoqda salafani bor. Bu salafan ham o'zimizdan chiqadi. Hozir bu sexga ham o'tamiz. Rostdan. Hattoki plyonka o'zimizdan chiqadi. Mana payka yordamida buni paykalab upakovka qilyapti. Mana bu yerda oldin u yoqda qo'lda upakovka qilinardi. Hozir buni avtomatik skochlaydi o'zi. Ko'rdingizmi? Vau. Ko'rib turganingizdek nuqsonsiz chiqyapti mahsulot, nuqsonsiz qadoqlanyapti. Betga tayyor bo'lib skochlanib o'taveradi va oxirgi bizadagi qo'shimcha boshi bilan qadoqlashini va birka urib qo'yamiz oxiriga, uni xodimlar bajaradi. Mana shu birka nimani anglatadi? Bu yerda shtrix kod borligi. Shtrix kod bor. Qaysi profil, qaysi rangda chiqqani, qaysi sanada chiqqani, umumiy profil haqida ma'lumot bu yerda bor. Mana plyonkasini o'zimiz ishlab chiqaramiz dedingiz. Mana shu jarayon menga qiziq tuyulyapti. Qanday amalga oshiriladi bu? Buning uchun ham dastgohingiz bormi? Albatta, buning uchun o'zini polietilen chiqaruvchi ekstruderlarimiz mavjud. Maryam, bu mana ko'rib turganingiz laminat plyonkalarimiz. Bu
Germaniyani Continental firmasidan kelgan laminat plyonkalar. Biz asosan laminat plyonkalarni Germaniyadan olib keltiramiz. Nimaga aynan Germaniyadan olib keltirilgan, Xitoydan emas? Biz profillarimizga bilsangiz 10 yil, 15 yil garantiya beramiz. Va buni Xitoy plyonkalari nima desa bo'ladi, u garantiyaga o'ta munosib emas. Shuning uchun bizga eng birinchi o'rinda sifat. Hamma solishtiradi. Nega Akfa'ning profillari qimmat degan savolni beraveradi. Chunki biz hamma dunyodagi eng birinchi o'rinda turadigan kompaniyalar bilan ishlaymiz. Bu dunyodagi birinchi o'rindagi laminat plyonka ishlab chiqaradigan kompaniya hisoblanadi. Va buni yopishtirish uchun biz primer, kley ishlatamiz. Bu ham Kleber kompaniyasiniki. Bu ham Germaniyada ishlab chiqariladi. Bu dunyoda o'zini brendiga ega va shu aytganimdagi Continentalga o'xshagan birinchi o'rindagi firmalardan. Bu bizning himoya plyonkalarimiz, shu Engelberg, Akfa imzo fabrikamiz uchun ishlab chiqarilgan holdagi tayyor plyonkalarimiz. Bular o'zimizdan chiqadi. Bu ham o'zimizdan. Romga chiqarish kerak bo'lgan narsa hammasi shu yerda. Rezinka, metallosilitel, butilchta hammasi shu yerda. Mana bu plyonkalarimizni tayyor kesib qo'yiladi. Kerakli razmerlarda. Mana bu antratsit rangimiz eng mashhur ranglardan. Sheffield, Mokka, Zolotoy Dub. Necha turi bor bularning? Buni 30 xillari mavjud bizda hozir. Agar men mijoz bo'lsam va bu yerda men xohlagan rang bo'lmasa, sizga buyurtma bersam, amalga oshirish imkoni bo'ladimi shu narsani? Albatta. Bizda shunaqa zakazlarimiz bor, ya'ni spets zakaz deymiz. Bu maxsus buyurtma. Ya'ni siz dom qurmoqchisiz yoki uchastka quryapsiz, lekin bizdagi ranglar sizga to'g'ri kelmadi. Siz boshqacha bir rang istasangiz, faqat uning uchun bizga vaqt kerak bo'ladi va istalgan turdagi laminat qoplamangizni biz sizga olib kelib, o'zingiz uchun maxsus tayyorlab chiqarib berishimiz mumkin. Juda ham zo'r. Maryam, yana bitta narsaga e'tibor beringizmi? PVX profil ishlab chiqarishdan bu sexga o'tganingizda qanaqadir namlik yoki sal muzdayroq havo sezdingizmi? Sezdim. Bu nima uchun muhim? Mana ko'rgan bo'lsangiz, tepada maxsus ventilyatorlar, u namlikka purkab beruvchi ventilyatorlar qo'yilgan. Asosan bu PVX ishlab chiqarishdagi laminat qoplamani yopishishiga yordam beradi. Ya'ni o'ziga xos ishlab chiqarishdagi jarayoni bor, ya'ni namlik darajasini ushlab turishimiz kerak. Agar namlik ham tushib ketsa, PVX laminat qoplamamizga yaxshi yopishmaydi. Yozda o'zini talabi, ya'ni namlikni ushlab turish, qishda bo'lsa, naborot issiq iqlimni ushlab turish kerak. Ya'ni xona harorati 25 gradusdan pastga tushib ketishi kerak emas. Ko'rgan bo'lsangiz, maxsus radiatorlar turibdi. Qishda ularni yoqamiz va bu xona 25 gradusdan baland, 28 gradus bo'lishi shart. Agar undan past gradus bo'lsa, qoplamamiz yopishmaydi, ko'chib ketadi. Demak, bu ham mahsulotni sifatli bo'lishi uchun qilingan. Men o'ylabman, yoz fasli bo'lgani uchun bu yer issiq bo'lmasligini ta'minlash uchun xodimlar uchun deb o'ylagandim, lekin mahsulotga ham qandaydir jiddiy ta'siri bor ekan. Albatta. Laminat profil ishlab chiqarishda o'zini sharoitlari mavjud. Ularni biz qilib berishimiz kerak. Shundagina biz sifatli mahsulot ola olamiz. Va bu mahsulotlar hammasi chiqqandan keyin 24 soat turishga majbur. Ya'ni qadoqlar bo'lgandan keyin uni sotuvga chiqarmaymiz. To mana bu kley reaksiyaga kirishib, qotib olgandan keyingina sotuvga chiqamiz. Ya'ni bir sutka yana uni biz ushlab turamiz. Maryam, bu xonamiz bizning qolip xona. Bu yerda asosan ishlab chiqarishdan yechilgan qolipda turadi, taxlanib, tozalangan holatda. Seriya yozilgan bo'ladi. Agar unga zakaz tushib qolsa, ko'rgan bo'lsangiz, mana bu monitor turibdi. Mana shu monitorda qolip alishtirish kerak bo'lgan plani tushadi. Ya'ni qaysi liniyada qolip alishtirish kerak bo'lsa, u bamitdan o'sha yangi qolipni olib, u liniyaga taqadi. Bu yerdagi xodimlarimiz qoliplarni mayda ta'mirlash ishlarini qilishadi. Kalibrlarni tozalashadi. Chunki bizda 3 kun, 4 kun yurgandan keyin uni sovutib turadi-ku, ko'rdingizmi boya? Mayda kanalchalari bor. U kanallarini tozalash kerak, bo'lmasa suv chiqmay qoladi. Demak, qolip yasalmaydi, bu yerda ta'mirlanadi va tozalanadi. Keyingi zakaz uchun tayyorlab olib qo'yiladi. Har qancha muddatda tozalanadi? Har 3-4 kunda o'zi qolib tozalanib turishi kerak. Ya'ni aslinon kalibr deymiz, mana bu kalibr deyiladi. Mana bu kalibrimizni har 3-4 kunda tozalab turish kerak. Buni teshiklariga o'sha parafin deyiladi. Issiq sovuq bo'lgani uchun profildan teshiklar yopilib qoladi. Mana shuni maxsus mana bu yerda Intersonic degan
ultra tovushda tozalaydigan ichiga maxsus qorishmali suv tayinlaymiz-da. O'shanga solib turib, ichidan hamma kirlarni chiqarib yuboradi. Agar bunaqa bo'lmasa, vaqtida tozalanib turilmasa, profil borgan sari o'z parametrini yo'qotadi. Ya'ni boya o'takalar ko'rib turadi-yu parametrlarni, tekisligi, qalinliklar. O'sha hammasi bu yerda brak chiqishni boshlaydi. Shuning uchun buni Demak, mahsulot sifatiga ta'sir qiladi, jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Shunaqa. Mana bu yerda bizni hamma tayyor mahsulotlarimizni yuklash joyimiz. Tayyor furalar eshikdan ayoqdan kirib, ham yoqdagi darvozalarga turadi. Ko'rgan bo'lsangiz, mana 13, 14, 15, 16, 18-darvozagacha hammasidan bizning mahsulotlar ortiladi. Ya'ni bu yerdan ichki bozor uchun ham, eksportlar uchun ham hammasi mana shu darvozadan ortiladi. Mana bu ko'rayotganlaringiz ham Engelberg bu ichki bozorlar uchun. Mana bitta fura turibdi, bu eksportniki. Ichki bozor uchun aslında o'zimizning akfa furalarimiz bor, ular kiradi. Juda ham yaxshi. Bugun mana to'liq tanishib chiqdik. Rahmat sizga. Albatta ekskursiya qildirganingiz uchun va kuzatuvchilarimiz ham g'oyibona bo'lsa-da sayohat qilishdi mana shu ishlab chiqarish korxonasiga va bir narsaga amin bo'ldimki, mana shu narxlar yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, qimmat deyishadi akfani, haqiqatan ham munosib ekan. Chunki bugun nazoratini ko'rdik, biz buni mahsulotning 0 darajasidan to tayyor bo'lguniga qadar barchasiga guvoh bo'ldik. Sizga bugungi ajoyib korxona ichidagi sayohat uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, kelib turinglar, xursandmiz. Rahmat. Sizlar bilan esa dasturimizning keyingi sonida ko'rishamiz.